Assalomu alaykum hammaga o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Qilasizlar, tushunishlar, charchamayapsizlarmi? O'rtoqlar, yangi yillarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Xullas, ko'pchilikda bo'ladigan muammo strategiyalar o'rganadi, uni real bozorda qo'llash uchun ko'p vaqt ketib qoladi deyishadi. Yaxshi o'rgana olishmaydi strategiyalarni. Shunaqa holatlarda yechim bo'lish uchun biz sizlarga tester o'rnatishni o'rgatmoqchimiz. Xudo xolisa, nima deydi? Ko'p strategiyalar hali oldinda o'rgataman. Undan oldin albatta tester o'rnatishni o'rgatib olishim kerak. Chunki o'rgangan strategiyalarni mana shunaqa testerda ustanovka qilib test qilmasanglar baribir foydasi yo'q. Qancha ko'p o'z ustinglarda ishlab, qancha ko'p test qilsanglar, ana o'shanda natija bo'ladi o'rtoqlar. Tester o'rnatish videosini oxirigacha ko'ring. Bu sizga albatta manfaatli, foydali video bo'ladi o'rtoqlar. Kanalimizda xudo xolisa ish faoliyatini boshlab oldik. Kecha mana translyatsiya qildik. Kim ko'rgan bo'lsa, live trade qildik bir qismuncha. Keyin u yoqda bitta ideya bergandim. O'sha ideya bo'yicha kim savdo qilgan bo'lsa, o'rtoqlar mana ko'rishinglar mumkin. Сделкаlar Your Oration Corporation bo'lib ketdi. Bundan keyin ham dalish tashadi. Mana qancha tashab berdi bu yoqda. Bu сделкamizni 700 foydada yopordik xudo xolasa. O'rtoqlar, sizlarga bu videoda o'rgatadigan testerimni mana shu kanaldan olishingiz mumkin. Kanalda linki videosida ham bo'ladi. Men bu testerni mana sketchat qilasizlar. Hozir qanaqa ustanovka qilishni o'rgataman. Birinchi sketchat qilib olasizlar o'rtoqlar. Sketchat qilganingizdan keyin sizlarda MetaTrader 4 bo'lishi kerak. Bu tester MetaTrader 4 da ishlaydi. Nima qilamiz desanglar, mana shu sketchat qilgan narsalarning ustiga kelasizlar, mana Ctrl X qilib turasizlar-da. MetaTrader 4 ga kirasizlar. MetaTrader 4 ga kirib, o'zingizlarning nastroykalaringni qilib olganingizdan keyin o'rtoqlar bu joyda mana Tools degan joyga kelamiz. Options ni bosamiz va mana bu joyda mana Expert Editionsmi, shuni Editorsmi, o'sha narsaga o'tib turib, mana bu joyda allow berib qo'yamiz, ruxsat berib qo'yamiz, DLL va web mana shu narsalarga. Bittasiga ptichkani yoqib qo'yamiz. Keyin OK qilamiz. Undan keyin file bo'limiga o'tamiz va bu yoqdan Open Data Folderni bosamiz. Bizga bunaqa oyna ochiladi. Bu oynadan MQL Tor mana shu papkaga kiramiz. Bu yoqdan Experts deganga o'tamiz. Mana shu joyga boyagi indikatorimizni tashlaymiz. Menda hozir bu indikator oldindan bo'lganligi uchun anaqa so'rayapti. Replace so'rayapti. Qilishim shart emas. Sizlar mana shu joyga tashlaysizlar. MetaTraderdan chiqib ketasizlar. Qo'lni hamma papkani yopib turib, chiqib turib MetaTraderga qaytib kirasizlar. MetaTraderga qaytib kirganingizdan keyin Ctrl N ni bosib turib, bu joydan mana endi mana bu joylar sizlarda menimcha yopib turadi. Shu joydan mana Expert Editors xullas o'shanga kirib turib, Soft for FX Forex Simulator mana shu narsani tashlab olasizlar grafikka. Endi analiz qilayotgan paranglar bo'lsa, boshqasini ochib turib tashlab olsanglar bo'ladi. Misol uchun men hozir boshqa parani olib turaman. Bu yerga tashlayman. Mana buni qanaqa qilamiz? Mana tortib turib grafikka tashlab yuboramiz. Bunaqa narsa chiqadi. OK qilamiz. Bu joyga nima deydi? Xohlagan narsalarni yozib gmail.com qilib, mana bu joyga liboy bir mailga kelgan kodni yozsanglar bo'ladi. Ofitsiallik kiritib o'tirishinglar shart emas. Keyin OK qilamiz. OK qilgandan keyin mana shunaqa narsa chiqadi. Bu narsani nima deydi? Ishlatish uchun bizda anaqasi datasi bo'lishi kerak. Menda ham misol uchun bu datalari hozir o'zimga kerakli paralarni mana shu sanagacha mana sketchat qilib olganman. Undan u yog'ini hali olmaganman. Undan u yog'ini ham olishim kerak. Bu anaqalarni qayerdan olamiz desanglar, anaqasini datani qayerdan olamiz desanglar, uni ham linkini Telegram kanaliga jo'natib qo'yaman. Xullas, mana shu Telegram kanaliga kirsanglar, Telegram kanaliga mana link yuborib qo'ydim. Mana shu link ustiga bosasizlar. Bu linkdan mana bunaqa saytga kirasizlar. Bu saytda pastroga tushsanglar, mana o'rtoqlar, qanaqa tester ustanovka qilish bu yerda ham ko'rsatilgan. Bizga bu narsalar qiziq emas. Bizga pastroga tushib turib, mana bu joyda skachat kotirovki degan joy bor. Mana shuni bosamiz. Bu yerda mana bizga paralar chiqib keldi. Bizga qaysi para kerak bo'lsa, o'shani misol uchun skachat bosamiz. Hozir sizlar uchun probaga mana o'zim ham skachat qilib ko'rsataman. Misol uchun S&P 500 ta olamiz. Ketdi. 1.3 GB ekan. Kutib turamiz ozgina sketchat qilib olishini. Bu sketchat qilguncha o'rtoqlar Telegram kanaliga misol uchun kirsanglar nimalar bo'ladi bu yoqda? Telegram kanalida signallarning udarlari bo'ladi. Ko'rishinglar mumkin, kuzatishingiz mumkin bemalol. Mana kechagi signal. Bundan keyin ham men bu pastlargacha tushib berdi. Где-то men bu 4310 larga kelib berdi narx. Endi tasavvur qilavringlar, mana shu signalni kirdinglar men bergan paytim. Live trade larga kiringlar. Mana shu live trade da berildi bu signalning ideyasi. Agar kim ko'rmagan bo'lsa-da, misol uchun mana shu joyda analiz qilib berdim-da. O'shandan keyin shu narsa ishlab berdi bozorda ham. Mana narx tepada payt analiz qilganmiz o'tirib, narx mana bu joygacha kelib bergan. Xullas, men bu sketchat 1 GB olib bo'libdi. Hozir yana 300 MB sразу olib borsa. Bu yoqdan o'zingizlarga kerakli bo'lgan liboy parani olishingiz mumkin.
bu parani butun umrlik tarixini olib beradi sizlarga. Misol uchun qaysi yildan boshlab ishlashni boshlagan bo'lsa, bugungi kungacha bo'lganini olib beradi. Mana S&P 500 skechatka bo'ldi. Buni endi mana boyagidaqa Ctrl X qilib olamiz. Ya'ni yoki copy qilib olsanglar bo'ladi o'zingizlar. Keyin misol uchun o'zingizlarning pustoy joyinglar bo'lsa, qaysidir diskinglarda o'sha joyga qanaqadir fayl ochib olinglar. Men misol uchun trade deb fayl ochib olganman. Bu yoqqa mana ko'rayotgan bo'lsanglar, o'sha anaqalarni tashlab qo'yganman. Hozirgi Ctrl X qilib olganimizni ham mana shu joyga tashlaymiz. Replace qilamanda S&P ham bor ekan adashmasam. Xullas mana bu joyga tushdi. Endi nima qilamiz? Mana bu joyga qaytamiz. Bitta X qilib turamiz dedi. Boshqatdan tashlaymiz. OK qilamiz. Уже bu yoqdan misol uchun sizlar hali birinchi kiryapsizlar-ku, sizlarda anaqa bo'lmaydi, ko'rinmaydi. O'shaning uchun load simulator qilib turamiz dedi. Mana bu joyda change folderni bosib turib, o'sha diskimizda ochgan faylimizni ko'rsatamiz. O'sha sketch qilgan ishodniklarimiz qayerda turgan bo'lsa, o'sha joyga ko'rsatib qo'yamiz dedi. OK qilamiz. Mana bu joyda keyin chiqib keladi mana hammasi. S&P mana 5-dekabrgacha sketch bo'libdi menda. Xullas, o'sha ko'rsatganinglardan keyin bu joyga o'tib New Simulatorni bosamiz. Bu yoqdan birinchiga tegmaysizlar, bu anaqasi provider, buni o'zgartirish shart emas. Ikkinchida mana sketch qilgan paranglar xohlaganinglarni tanlab, o'shanda test qilishinglar mumkin. Ko'pchilik tillarda test qiladi, ko'pchilik boshqa paralarda. Misol uchun biz hozir S&P ni sketch qildik, S&P da test qilamiz davay. S&P da. Uni to'g'rilagandan keyin pastda yilini tanlashimiz kerak. Qaysi yilda test qilmoqchimiz. Misol uchun uzoq o'tmish shart emas. Oxirgi 3 yillikni test qilmoqchimiz. 2 yillikni deylik mayli. 23-yil boshida qo'ydik. Keyin bu yoqda dollar bo'ladi bizning paramiz. Qancha summa bilan test qilmoqchimiz? Misol uchun 50 ming deylik. Misol uchun siz prop shot olib imtihonni o'tmoqchisiz. O'ta olasizmi yo'qmi o'sha narsani testerda test qilishingiz mumkin. Misol uchun 50 minglik deylik mana misol uchun. Men bu joyda plechoni o'zingizga qarab qo'yasiz. Qancha siz o'sha oladigan propis sizga plecho berishga qarab misol uchun-da yoki o'zingiz depozit qilmoqchi bo'lsangiz qancha plecho qo'ygan bo'ladi shunga qarab qilasiz. Iloji boricha plechoni kamroq qilganinglar yaxshi. Real time'da savdo qilgan payti, bunda ko'ramiz. Misol uchun 1 ga 1000 qo'ydim. Men bu joy spreadni fixed qilib, misol uchun o'zingizlarning brokeringlarni spreadini yozib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun meni brokerimda odatda mana shunaqa yuradi. Shuning uchun 10 turaveradi. Bu yoqda xullas ishimiz bitdi. Keyin start simulationni bosamiz. Bunaqa oyna ochiladi bizda. Bu oynada o'rtoqlar ko'rishimiz mumkin. Time frame'lar bor. Time frame'lar bu yoqda qaysi time frame'da biz ishlamoqchi bo'lsak, o'sha time frame'ni tanlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun men M5 da ishlamoqchiman. M5 tanlab turib, bu yoqdan add ni bosamiz. Bu yoqda mana bunaqa chiqdi. Bu yoqdan open ni bosamiz. Va X keyin Ctrl N qilib qo'yamiz. Вот o'rtoqlar bizda grafik ochildi. 2023-yil yanvarda grafiki ochildi. Bu grafikni o'zimizga moslab to'g'rilab olamiz. Bunda shablon bor. Sizlar ham o'zingizlarda shabloninglar bo'lsa shuni qo'yib olasizlar yoki o'zingizlar shuni to'g'rilab olasizlar. Xullas S&P 500 2023-yil yanvarda ochib oldik o'rtoqlar. Ko'rishingiz mumkin. Endi bu narsa qanday ishlaydi? Bu narsa mana bu new barni bossanglar mana oldinga yuradi. Ko'rishingiz mumkin, bozor yurishni boshladi. Bu rushnoy o'tkazish. Prev barni bossangiz orqaga qaytadi. Ko'rib turib orqaga qaytarib ishlashni maslahat bermayman. Bittada ishlanglar. Уже o'tdimi, o'tib ketsin. Boshqatdan qaytarib turib boshqatdan qilish shart emas. Men bu joyda bor. Men bu narsa qancha ko'tarib qo'yib, men bu narsani bossanglar o'zi yuradi. Mana hech narsa qilmasangiz ham o'zi yurishni boshlaydi. Qancha sekin qilsanglar shuncha sekin yuradi. Men birda tursa real time'da yuradi, haqiqiy bozorda 24 soatda bir kun o'tadi. 23 soatda to есть. Keyin mana qancha tezlashtirsanglar shuncha tez yurishni boshlaydi bu ham. Ko'rishingiz mumkin. O'rtacha bir kunni 2 minut, 3 minut oralig'ida ko'rganinglar yaxshi. Buning uchun mana shu 2000 o'sha atrof qo'yib, 1,5 ming atrof qo'yib ishlasanglar bo'ladi mana shunaqa. O'shanda bir kunni 2-3 minut atrofida ko'rib chiqasizlar. Misol uchun test qilishingizda mana qanaqadir strategiyalarni o'zingizlarni o'ylashingizda mana bunaqa yaxshi bo'ladi. To'xtatib turib strategiya bo'yicha analizlarni qilib olsanglar bo'ladi misol uchun. Har xilda, misol uchun o'zingizlarning strategiyalarni test qilasizlar-ku. Misol uchun любой narsa bo'lishi mumkin. Mana qilib turib trendiy liniyalar hamma narsa xullas nima ishlatsanglar hammasini ishlatsa bo'ladi. Bunda ham lekin bitta anaqa bor, indikatorlar hammasi ham ishlayvermaydi. Mana bu joyda misol uchun biz ko'rdik deylik, shu joyga keldi. Fibonacci'ni 45-50 zonasidan откат zonaga keldi. Impuls, откат, impuls bo'lishi kerak. Bu yoqda misol uchun endi ishlaydigan bo'lsak, hozir bu yoqda sell ochishimiz kerak. Sell qanaqa qilib ochamiz?
Sales mana bu joyda lot tanlaymiz. Misol uchun 0.5 deylik, 50 minglik shotku. Xullas, o'zinglarning lotinglarni ochasizlar, risk menejmentlardan kelib chiqib, xullas men 0.5 qildim. Sell ni bosamiz. Bu yoqda hozir mana sell ochildi, lekin stop take qo'yilmadi-ku desanglar, to'g'ri aytasizlar, qaranglar. Stop take bilan ochish uchun mana bu joyda visual mode degan narsa bor. Mana shuni yoqib qo'yish kerak, sell ni bosish kerak. Keyin mana bu cook take profit, qizili stop loss. Stopni ko'tarib, misol uchun mana 50 punktda qo'ydik, $250. Take'imizni 1 ga 3 qo'yamiz, mayli. Bu yoqqa kelsa, pastgacha ham kelib berishi mumkin. Mayli, nima bo'lsa ham qo'ydik. Shunaqa. Bayda ham xuddi shunaqa ishlaydi. Mana bu narsani yoqib qo'ysalar, take stopini o'zingizlar tanlashingiz mumkin bo'ladi. Keyin misol uchun сделкаlarni rushno yopmoqchi bo'lsanglar, mana bu traders degan bo'limga kirasizlar. Mana bu X ni bossanglar, сделка yopiladi. Bu yoqda historyda ochgan yopgan сделкаlar turadi. Mana bu joyda ham ochgan yopgan сделкаlar turadi. Bir xil narsa. Yopilgan сделкаlar turadi, bo'ldi. Mana bu joyda oxirida statistikalarni ko'rsa bo'ladi. Qanaqa statistika, strategiya o'zi qanaqa ishlayapti. Mana bu joyda grafik chiqadi, misol uchun stabilniy o'sish bo'lsa, mana shunaqa sekin ko'tarilib ketadigan o'sish bo'ladi. Xullas, pendingda mana bu kutuvchi orderlar, ya'ni buy limit, sell limit, buy stop, sell stop shu narsalar mana bu joyda turadi. Misol uchun, bu narsalarni menimcha bilsanglar kerak. Bilmaganlar uchun buy stop mana shu tepaga, misol uchun narx kelsa, mana shu joydan buy ochadi degan narsa. Sell stop ham xuddi shunaqa. Mana shu joyga narx kelsa, mana shu joydan sell ochiladi degan narsa buyruq. Pastga tushib ketayotgan bo'lsa narx, o'sha joyda sizdan sellga qo'shilib olishingiz uchun kerakli bo'ladigan narsa. Sell limit bo'lsa, misol uchun tepaga qo'yiladi. Narx mana shu joyga chiqsa, mana shu joydan sell ochsin degan narsa. Bu narsalarni menimcha o'zingiz bilsanglar kerak. Buy limit ham xuddi shunaqa. Xullas, bunga to'xtalib o'tiramiz. Mana bu joyda akkaunt haqida hisobot ketib turadi. Hamma narsa, misol uchun ko'rishingiz mumkin. Hozir meni ketdi, mayli. Sizlarga ozgina testdan qilamiz, keyin o'rganib olishingiz mumkin bo'ladi, xullas. Ketdi. Вот. Ko'rishingiz mumkin, biz ochgan сделкamizni, take'imizni olib berdi. Strategiya rulit deydi-yu. Xullas, ko'rishingiz mumkin. Mana close sell. Sell yopildi deyapti. Bizga bu сделкamiz $1150 foyda olib kelibdi. $250 risk qildik. Shunda 1.4.5 ishladik bitta сделкаdan. Xullas ketdi. Shunaqa qilib dalshi yana ishlashimiz mumkin. Misol uchun ehtiyot bo'lamiz. Sekinroq o'tkazamiz mana shunaqa momentlarda. Yana kelib turib nimadir ideya bersa, yana ochishimiz mumkin bo'ladi. Bu strategiya bo'yicha. Stoy. Yo'q, narx bermadi. Biz bu joyda kirmagan bo'lardik. Biz tarafga yurib bergan taqdirda ham. Tak, o'rtoqlar, mana bu joyda keyin mana bunaqa joyi bor. Buni o'chiramiz. Bizda bu yoqda urgan bor. Uranga ham kelib bermabdi-yu. Kelishini kutamiz, mayli, shoshmaymiz. Soni ko'p, sifati yo'q bitim qilgandan mana bunaqasidan bitta bitim qilgan yaxshi. Mana ko'rishingiz mumkin. Gapiraman deb o'tkazib yubordim. Atak mana bu joydan kirishimiz kerak edi. Mana bu yashil svetadan kirishimiz kerak edi. Stop tegida edi. Tek mana bu joyda edi. Tekimizni ham olib berar ekan. Bunaqa qilib qaytarib ishlamanglar. Men sizlarga hozir просто proba uchun ko'rsatyapman. Misol uchun stopimizni pastda $250 deylik yana. Tekimizni tepada edi. Bu joyda edi tekimizni. Index ketdi. 1 ga 5 yana bor. Xullas, o'rtoqlar, 50 minglik shotda qancha ishlash kerak? 10% ishlash kerak bo'lsa, уже 5% ishlab qo'ydik. Ikkita сделкаdan ko'rishingiz mumkin, $250 dan. Xullas, o'rtoqlar, darshi ham ketgan shekilli. Xullas, shunaqa test qurasizlar. Mana bu testerni o'zingizlar endi ishlatib ko'rib, yana ham o'rganasizlar. Men hozir sizlarga buni test qilib o'rgatib o'tira olmayman. Vaqtimiz chegaralangan. Xullas, bu narsani обязательно o'rnatinglar o'rtoqlar. Men endi sizlarga xudo xolasa har xil strategiyalar o'rgatadigan bo'lsam, har bittasini shunaqa test qilsanglar, sizlarning xarakteringizga to'g'ri keladimi, yo'qmi, hamma narsani o'shanda o'rganib olsanglar bo'ladi. Bu narsasiz tradingda foyda qilishi iloji yo'q o'rtoqlar. Albatta, tester qilish kerak. Kuniga 2 soat, 3 soatlab tester qilish kerak. Tester bu har bitta traderni trenirovочный zali desa ham bo'ladi. Qancha ko'p trenirovka qilsangiz, shuncha kuchayib boraverasiz. O'shaning uchun
charchamanglar, testerni albatta uстановка qilinglar. Testerni uстановка qilish uchun mani Telegram kanalimga kiringlar. Telegram kanalga mana uстановочный narsalarni tashlab qo'yganman. Hammasini bemalol kirib skachat qilsanglar bo'ladi. Bu yoqda qolinglar ham, qolsanglar mana bunaqa signallardan bahramand bo'lishinglar mumkin, foyda qilishinglar mumkin biz bilan birgalikda. YouTube kanaliga obuna bo'linglar. Albatta, bu yoqda chunki turli xil endi strategiyalar chiqishni boshlaydi, xudo xolasa. Mayli, charchamanglar, salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Hammaga xayr, hammaga omad.